Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Lutfullomani kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar uchun bolasi o'zi bilan teng novvoscha qo'ydik. Qaranglar, hurmatli chorva ishqibozlari, Lutfullomani kanalini egasidan olsangiz, baraka topishingiz mumkin. Endi bizlar ayrim bir akalarimiz uylariga borib syomka qilib beramiz, qo'yib beramiz, yo'q deya olmaymiz. Sababi qo'yamiz deb va'da berganmiz. Bizlardan olgan odamga bir hafta yeb ichishi, tan joni sog'ligi aytilgan narsalardan kam bo'lsa, pullari 100% qaytarib beriladi. Sotsak beramiz, pulimiz yo'q, bunaqa degan narsa yo'q. Molimizni ko'rib turganingizdek, ikkinchi tug'ish. Bolasi novvos. Qashqamol deganlari shunaqa bo'ladi. Ginneslar kitobiga kiritilgan mol desam, anglashgan bo'lmaymanmikin ish qilib. Qaranglar, gap qisqa va lo'nda qilamiz. Lutfullomani kanali bugun rosa bir hafta dam oldi. Ozgina tanaffuslari hisobiga sizlar uchun yaxshi mollar chiqarishga harakat qiladi. Bolasi novvos, enasi bo'g'oz, qochmaganligi bu noma'lum. Novvosini qani. Voy. Mana o'ziga nima deysiz, xaldalarga? Mahsuloti 5 litr, ikkinchi tug'ish. Tishlari 6 ta, 8 yorib qo'yibdilar. Boring sizga 8 ta deyaylik. Lekin hali o'zim ham ko'rganim yo'q, hozir videoda ko'rsatamiz. Xudo xolasa, bolasi novvos, enasi qochmaganligi noma'lum. 5 litr suti bor. Sog'inlari hamma joyida. Tepish, suzish degan narsalar yo'q.